Endi meni og'ir kasalim bor shekilli, men tuzalmayman deb o'yladim. Menga xuddi bir narsa bo'lib qoladi, meni ichimda bir og'ir kasal bor, men tuzalmayman deb tushkunlikka tushdim. O'zi chegim bor edi oldindan. Keyin suyaklarim, qo'llarim og'ridi. Mana shunday qo'llar og'ridi. Keyin yelkam mana shunday qisib oldi mana shunday. Mana shunday og'riqlar bilan belda og'riq, oyoqlar bilan og'riq shunaqa bo'ldi. Oxiri shu yerda akam davolanib ketgan, shifosini bildi. Akam keyin tavsiya qildi. Mana davolandim, Xudoga shukr. Nabini bildim. Lecheniyalar yaxshi. Mana 5 kunda foydasini bildim. Bekzodjon mana vaqtida davolab, lecheniyalarni qilib, og'riq qoldiruvchi bilan davolamaydi. Shu ukullar bilan og'riq qilmoqda. O'shancha mana hammaga tavsiya qilaman. Doktorimiz juda zo'r, Bekzodjon. Nihoyatda odamga muomalasi ham yaxshi. Kulib kutib oladi. Ishonch hosil bo'ldi. Akam rosa suyungan. Bir oydan keyin yana 10 kunga yotib keting desa, 10 kunga yotib ketgan. Boshqa doktorlar shu operatsiya qilamiz deb turdi ekan. Deydi, yaxshi. Uzoqdan keladiganlarga mana bemalol kelsa bo'ladi, garantiya bor. Mana ham yo'q, men chustdan kelgan xolaman, mana hammasi tuzalib ketyapti. Sharoiti zo'r, hammomlar bor, mana issiq sovuq suv bor. Lecheniyalar mana vaqtida qilinardi, hamma yoq yetarli. Xudoga shukr, 100% tuzaldi. Men shu boshim og'rib, davleniya tushmadi, cherekli ham bor, tashqarim chiqmas, tashqari ham chiqardi. Shu suyaklarim og'rib, ashqanto'ros suyaklar og'rib, oyoqlar og'riydi. Izlab shu yerga keldim. Mana endi shu yerda davolab, bular og'riq qoldiruvchi ukol qilishmaydi. Chunki og'riq qoldiruvchi ukol qilsa, borgandan keyin og'riq qoldiruvchi nima bo'lib, bular etama-eta yaxshi davolaydi ekan. Rahmat mana Bekzodjon bunga. Mana hamma yerim og'riqlar qoldi mana. Suyaklar og'rimay qoldi, yengil, mana davleniya chiqmay qoldi. Chereklim chiqib juda ko'zimni daryo qilib miyam tortib, cherekli ham chiqmay qoldi, tashqi ham chiqmay qoldi. Ana Xudoga shukr yengilman. O'zi chereklim bor edi oldindan. Keyin suyaklarim, qo'llarim og'ridi. Mana shunday qo'llar og'ridi. Keyin yelkam mana shunday qisib oldi mana shunday. Mana shunday og'riqlar bilan belda og'riq, oyoqlar bilan og'riq shunaqa bo'ldi. Bu endi o'tda davleniya tushmadi. Nimaga mana bu deyapman ekan deyman. Bag'da suyagim sirqirab og'riydi. Men to'g'ri Aysoraga shifoxonaga chiqib lecheniya yozdirdim, lekin napini bilmadim. Oxiri mana shu yerga keldim, mana napini bildim. Davleniya ko'tarilib ketdi, ichgan yurakka berib davleniya tushmadi hech ham, chereklim ham tushmadi, yurak bag'da suyaklar sirqirab og'riydi. Endi meni og'ir kasalim bor shekilli, men tuzalmayman deb o'yladim. Menga xuddi bir narsa bo'lib qoladi, meni ichimda bir og'ir kasal bor, men tuzalmayman deb tushkunlikka tushdim. Oxiri shu yerda akam davolanib ketgan, shifosini bildi. Akam keyin tavsiya qildi. Sen yotgin dedi. Dedi, yo'q, yotmayman desam, yotib o'sha Bekzodjonga davolangin, napini bilasan dedi. Mana davolandim, Xudoga shukr. Napini bildim. Lecheniyalar yaxshi. Doktorimiz juda zo'r, Bekzodjon. Nihoyatda odamga muomalasi ham yaxshi. Kulib kutib oladi. Shunday ko'rib o'zi nima qildi? Yotmasangiz bo'lmaydi xola dedi. Nimada tuz ko'payib ketgan, shamollash bo'g'imlarda. Davleniya nima dedi. Hop deb mana yotdim, foydasini bildim. Mana 5 kunda foydasini bildim. Hamma yoq og'riqlar qoldi. 3 kunda baribir lecheniya kuchaytirib oladi. 5 kunda bildim mana foydasini. Uzoq bo'lsin, bizdaqangi bemorlarni mana davolab, joni sog' bo'lsin, ilohim. Hamma shunaqa og'ir bemor bo'lmasin, shunaqa nimalar kelsin mana. Shifo topadi. Bo'g'im, suyak og'riydimi, bel og'riydimi, oyog'i og'riydimi? Endi o'zimda akam ham shaydan davolanib ketgan. Ishonch hosil bo'ldi. Akam ham rosa suyungan. Bir oydan keyin yana 10 kunga yotib keting desa, 10 kunga yotib ketdi yana.
Başqa doktorlar shu operatsiya qilamiz deb turadi ekan. Ana, deydi, yaxshi yurdi. Zo'r bo'lib ketdi ekan. O'shaning ixlosi balandligi uchun borib yotgin deb ko'rsatadi. Uzoqdan keladiganlarga mana bemalol kelsa bo'ladi, garantiya bor. Mana ham yo'q, men Chustdan kelgan xolaman, mana hammasi tuzalib kelyapti. Sharoiti zo'r, hammomlar bor, mana issiq sovuq suv bor, lecheniyalar mana vaqtida qilinadi, hamma yoq yetarli mana. Bekzodjon mana vaqtida davolab lecheniyalarni qilib, og'riq qoldiruvchi bilan davolamaydi. Shu ukullar bilan og'ritilma qiladi. O'shaning uchun mana hammaga tavsiya qilaman. Rahmat mana Bekzodjon o'g'limga. Xudoga shukr, mana 100% ga tuzaldim. O'zim. Biram yengilman, xudo xolasa. Yaxshiman mana. O'zim juda shukrlikka tushdim. Qo'limda ham bor edi, shishlar ham bor edi, suyaklar ham yomon og'riydi. Suyak o'ta zirqirab og'riydi. Suyagim nima balo bo'ldi deb bag'rim umuman yelkamni qimillattirmasdi. Mana endi Xudoga shukr, yaxshi. Oyoqlar mana bukib bo'lmasdi, oyoqlar. Yaxshi, mana yengil yuribman, Xudoga shukr. Xudo xolasa bundan keyingi hayotim ham yaxshi bo'lishiga ishonch bor. Xudoga shukr. Yaxshi bo'lib ketaveraylik, hamma kelsin mana.